Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Mana bugun Quvasoyda qilingan ishlarimizni chiroyli qilib videosini qilamiz. Mana xonadon egalari ham shu yerda. Aka, ishlarimiz qalay? Yoqdimi sizlarga? Nima kamchiliklar? Ishlar zo'r, sifati yaxshi. Pechatlari tiniq. Hammasi ham montajdan keyin men yana ham yorqin bo'lib ko'rinib turibdi. O'zlaringga yoqdimi axir? Zo'r. O'zlaring fukuslaringni tanlagan o'sha O'zimiz tanlagandek chiroyli zo'r chiqdi. yaxshi chiqdimi? Mana bemalol kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, aloqaga chiqaverasizlar. Ekrandagi nomerlarimizga. Qo'rqmaysiz aka, beringlar. Toza ishlar ekan. Tavsiya qilaverasiz aka olganlarga. Tavsiya qilamiz. Bemalol, misol tepadan suv to'kilib ketsa ham bu ishlasa bo'lmaydi. To'kilgan taqdirda ham bunaqa joyga to'plansa, lyustrani oldidan olib tashlasa bo'laveradi aka. Muammo emas. Loyiba telefon qilasiz, kelib o'zimiz yordamlashaveramiz. Mana shu holat. Narxlarini ham bir gapirib o'ting aka, bir qanaqadir ortiqcha qimmat emasmi narxlarida ham? Narxi endi hisoblaganda 200 ga shu montajlar bilan bitta kelib o'rnatib beribdi. Shu holatda, shu holatda lyustrani tagidagi osadigan qaqirgonlargacha qo'yib ketishdi. Yaxshi ishlar. Aytgan razmerga qo'yib berishdi, atrofiga baget yopishtirib qo'ydik. 7 sm patologdan 7 sm bagetda razmerida turibdi. Unaqa oshiqcha ximillab nima bo'lgan yo'q, yaxshi. Aboylar ham yaxshi chiroyli chiqdi. Aboylaringiz ham chiroyli chiqdi. Yaqinda tugatishdi. Yaqinda tugatishdimi? O'sha birinchi kelgan paytimizda o'sha baklar o'sha nima edi-da, bu duvolda o'zi turadi-da. Hozir endi o'sha oxirgi elektrik ishlarini qilib, hozir tekshirishlarga nima qilsa, ancha joylar bo'lsa. Bo'ldi aka, tanjonlaringiz sog' bo'lsin. Nimaki muammo bo'lsa telefon qilaverasizlar aka. Aloqaga chiqaverasizlar bemalol.